To'yxonamizga tashrif buyurgan aka-ukalar, opa-singillar barchalaringizga ushbu quvonchli kun muborak bo'lsin deymiz. Albatta, to'yxonadon sohiba-yu sohibalarga ham to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Barchalaringizga yoqimli ishtaha tilagan holda qo'shiqlarimizlar uchun davom qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, barchalaringizga to'ylar muborak bo'lsin deya. Keling, ruxsatingiz bilan bugungi kechamizni go'zal malikasi kelinchamizni keldiramiz. Qaysinglar bilan to'ylar muborak navolari bilan davramizga chorlasak. Marhamat qizlarimiz, davramiz sarachi montazir. To'ylar muborak bo'lsin. Qani keting, marhamat.
qarang, bugun mana shunday muhtasham to'yxonamizda yana katta to'y, katta shodiyona. Bugun qoshlari bir jahon bo'lib dunyolarga sig'masdan go'zal farzandni kamolga keltirib, oq taraf bugun farzandi tufayli bir baxtli xonadon bilan Xudo anda bo'layotgan farzandini baxtli kunini azizlar, sizni biz bilan baham ko'rayotgan Bahrom akamizni, Gunoraxon onamizning xonadonida katta tantana. Bugun mana shunday muhtasham to'yxonamizga chiroyli dasturxon yozib, farzandini baxtli kunini sizni biz bilan baham ko'rmoqda. Avvalambor Bahramjon aka, to'ylaringiz muborak bo'lsin, Gulnor opa, farzandlaringizni baxtli kamollarni ko'rib yurmasligiga nasib qilsin. Xudo andachilik abadiy bo'lsin. Farzandlaringiz ko'rayotgan xonadoniga baxtli bo'lsin, ilohim baxtli kamollarni ko'ringlar doim. Faxrlanib yurmasligiga nasib qilsin deymiz. Aziz mehmonlar, bugun mana shunday to'yxonamizga jam bo'lishimizga sababchi bo'layotgan, diydorlashishimizga sababchi bo'layotgan, kelinlik baxtiga sazo bo'layotgan Shoiraxon Siylab tabriklayman. Yangi hayot sizga muborak bo'lsin. Oila atalmish yangi hayotga qadam qo'yar ekansiz, qadamlaringiz qutlug' qadam bo'lsin deymiz. Albatta boy aytgandek borgan xonadoningizga o'zingiz bilan baxtli bo'ling. Kuyovlarimiz bilan qo'shiq qaring, uvala ser farzand, ser davlat bo'lishingizda yaratgandan so'rab qolamiz. Baxtingizga ko'z tegmasin. Doimo yaratgan Allohning nazarida bo'lishlaringizni tilab qolaman. Bu hayotda men baxtliman degan insonning o'zi sana ko'rsin, baxt raqabasida topsinlar. Shunday baxt topgayki, orzuman ko'rgan. So'ngra pushaymonda bo'lib qolmasin. Albatta mana shu hayotda baxt doimizga hamroh bo'lsin deya davramizni davom qilar ekanman. Kechamizni boshlashdan oldin aziz mehmonlar, bugun kechamizga bosh qilayotgan, erkatosh qilayotgan elimiz ulug'lari, mahalla raislari, domkom akalarimiz, katta akalarimiz davramizda bo'lsalar, keling ularni hurmat qilgan holda davramizga chorlasam, chiroyli bir niyatlari bilan kechamizni ochib bersalar. Keyin ruxsati bilan davramizni davom qilaman degan umiddaman. Marhamat. Barcha davramizda domkomlarimiz, katta akalarimiz, davramizning ulug'lari bor bo'lsanglar, davramizdan javob qaysi? Kelinglar. Oltindan Durbayevning birasi, akalarimiz bu elimiz to'rasi, to'y boshlabdi, qadrdonlar hammasi boshlagan to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Marhamat, domkom akalarimiz bor bo'lsanglar, davramizga taklif qilaman. Kechamizni ochib bersalar, keyin esa ruxsati bilan davramizda davom qilaman. Kelib bo'lmasa. Avvalambor xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanat, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. To'ylarimiz zo'r bo'lsin, barvayanda baxtli bo'lsin. To'yimiz ochiq. Rahmat, salomat bo'ling. Albatta, har bir insonning qilgan niyati tilagi ijobat bo'lishini yaratgandan so'raymiz. Mana chiroyli niyatlari bilan kechamizni ochib e'lon qildilar. Yana bir bora siylimizga yaratgandan baxtli kechamizni davom qilar ekanman. Keling kechamizda mehmon ham mezbon bo'layotgan yangijonlarimiz davramizda bo'lsalar, ularni kutib olsak, yangijonlarimizni. Marhamat, kelinchimizni yengalari bor bo'lsanglar, davramizda rachomon ta'ziya. Bormi yangalarimiz? Shoiraxonimizni qochiga sherik bo'layotgan yangalar bor bo'lsanglar, marhamat davramizga taklif qilaman. Afsus, yangalarimizni hali xonadonda yo'q, mehmon kutish bilan ovora bo'lsa kerak. Bormi yangalarimiz? Kelinchimiz yangalari. Ular kuyga qadar kechamizni davom qilar ekanman. Shoiraxonimizga hamroh bo'layotgan bir-biridan go'zal lobar qizlarimizni ham davramizga taklif qilaman. Qizlarjonlar, kelinglar guvohlarimiz, davramizda rachomon ta'ziya. Qani kutib olamiz qizlarimizni. Xush kelibsizlar. To'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz, marhamat. Assalomu alaykum hamma mehmonlarga. Bugun yaqin baxtli kunlardan biri. Nikohning shoira ikki dunyo uchun xayrli barakatli bo'lsin. Baxtli bo'l. Siz yaxshi ko'rasiz. Shoira baxtliman, baxtli bo'l. Rahmat qizlarjonlar, ilohim qilgan niyatlar o'zlaringizga hamroh bo'lsin. Mana shu yuzingizdagi tabassum sana aslo tark etmasin. Baxting ochilibdi, go'zal kelinchak, seni qutlar bugun til emas yurak. Sizlarga hamroh bo'lsin oltin belanchak, yoring qutlug' bo'lsin, yor muborak. To'ylar muborak bo'lsin deya Shoiraxon Siylab yaratgandan tugallamas baxtni tilab marhamat o'z o'rningizga so'rayman.
Bugun yangilarimiz keyinga qadar xizmatingizda bo'layotgan yigitlarimizni ham tanishtirib o'taman. Bugun o'z bag'riga qarshi olgan, o'z nomi bilan mashhur bo'lgan to'yxona xodimlari oyog'idan o't chaqnab xizmatingizda bo'lishadigan aziz mehmonlar, sizni bizni yaqindan tasmaga qo'yayotgan jasur usti yigitlari bugun xizmatingizda bo'lishmoqda. Qolaversa, bugungi baxtli oqshomimizni baxtli san'atkor xushvoz estrada san'atkorimiz, yurtimizda faxr bo'lib ulgurgan Jayxonbek bugun siz xizmatingizda bo'ladi. Kamina FM davron boshlovchi Dilexon yaqin sanalar ichida sizlar bilan birgalikda bo'lamiz. Barchalaringizga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin deya singlimizga baxtli tilab, o'z o'rniga egallashni so'rayman. Navbatdan albatta kutiraman. Marhamat. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Albatta Bahram og'amiz hamda Gulnora onajonimizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Kelin qizimizga baxt tilaymiz. Oybek akamizga da to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat, qo'shiqlarimiz bo'lmasa sizlar uchun davom qildiramiz. Marhamat, barchalaringizning chiroyli o'yinga taklif qilamiz. Bugun o'tiramiz, bugun o'ynaymiz.
qamat ine toy. Ine qamat ine toy. Ine bazık ine toy. Göz altında mucize. Göz altında mucize. Ne bela bu, ne bela bu. Ne diyeyim bu kuşu. Alay alay. Alay alay. Alay alay. Alay alay. Kara cücüne canım, sütü sözüne canım. Kara cücüne canım, sütü sözüne canım. Yüreğim oynaklıydı, yüreğim oynaklıydı. Şimdi gölge zamanım, biz bugün zamanım. Alalay alay, ratalalay lalay. Alalay alay, ratalalay lalay. Aha 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 hey, vaka 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 hey. Aha 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 işte, vaka 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 hey. Samalardan kaynataman çayını. Nasvay bilen senin yakan çayını. Ey samalardan kaynataman çayını. Nasvay bilen senin yakan çayını. Sızan çizildim bırakın çıksan. Çakıraman ilişi kara dayını. Ala göz boy boy, ala göz boy boy. Ala göz gel beriye, ala göz gel beriye. Ala Sama yoklu bulmasını
Başımga balosan kulni yalmay Sindirding meni yalmay Aqling bo'yida Manzara ochilib maloning uyida Kecharsan o'ynarmiz satrning bo'yida Ko'zlarimni taqmayding muhabbat uyida Malohat Menga bermagin jarohat Yuragimni davosiye malohat Menga bermagin jarohat Yuragimni davosiye malohat Hey,
Güllar Anacan toylar mübarek olsun. Gelin kızımız baxtli bo'lsin ilohim. Rahmat, rahmat. Ilohim barchamizning xonadonimizda shunday yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin deymiz. Ana endi Bahrama qani bormi? Endi dadamiz bilan o'ynaymiz. Dada! Siz meni qanotimsiz, dada! Men sizdek bo'lgim kelar. Bormi? Kelarmi? Naqo'yimiz marhamat. Uzr so'raymiz barchalarga. Toshib o'ynaymiz. Voy! Haligimni yolg'iz do'stini
sizga o'xshab Yurgim kelar dada. ey mashallah dada oxirimizni marhamat oxirimiz sho'x qo'shlarimiz bilan qani jamoasi yaxshi bo'ldi.
uchun xayrli bo'lsin deb o'tib, davramiz markaziga taklif qilaman ana shu mehmonlarimizni. Shoira sizlarga quvonchimga sherikman. Bir umr baxtli bo'lib yurishingizni istayman. Shoirani baxtliman, baxtli. Ajoyib tasavvur salomat bo'linglar. Albatta xabar insonning qilgan niyati o'zlariga ham hamroh bo'lishini yaratgan dasturimiz nasib qiladi. Dasturxonda aromasini oshligiz, stolini deb porlab tursangiz, to'rtta desam xafa bo'lib o'tirib, o'tirmasdan o'g'il bilan qizingiz. Ilohim yaratgan Rabbim sizlarga solih sadaqa farzandlar ato qilsin. Ulardan mehribon ota-onasi bo'lib bostirgan nasib qilsin deymiz. Keling, aziz mehmonlar, davramizdan davom qilar ekanman. Mana shunday chiroyli bir niyatlarni hadya qilish uchun she'rxonimizni hurmat qilib kelgan yana sinfdoshlarimiz bor. Sinfdoshlarimizni, ya'ni go'zal qizlarimizni, yigitlarimiz bo'lsa, ularni ham birgalikda davramizga taklif qilaman. Marhamat sinfdoshlar, bor bo'lsanglar davramizga. She'rxonimizning dugonalari, do'stlari, bor bo'lsanglar davramizlar uchun muntazir bizni taklif qiladi deya xafa bo'lib ketmanglar. Rahmat san'atkorlarimiz, albatta qizlarimiz keyinga qadar vaqtdan unumli foydalansak-ku, davramizga
Xudojoylarimiz bugun mana shunday go'zal farishta kelinga, ya'ni Sherixonimizga ega bo'layotgan kuyov turamiz yaqinlari, ammalari, xollari, yengalari davramizda bo'lsalar, kuyov turamiz singillari, izdoshlari, ukalarimiz bor bo'lsanglar, marhamat davramizga taklif qilaman. Bormi davramizda? Xudolarimiz Поздравляю нашу невестку, желаю тебе счастья, всегда расцветай как цветок. Будь счастлива с моим братом, и пусть ваша семья строится только на любви и уважении. Мы вот тебя любим. Моя красавица, поздравляю тебя с таким торжественным днем. Желаю, чтобы ты была счастлива, уважаема и с моим братом полна любви в семье. Желаю вам всего наилучшего, чтобы ваши самые плохие дни были такими, как сейчас. Счастья вам! Şairəsindən bəxtdiriyəm, şahlığı qanının bəxtdiriyəm. Şairə bəxtdiriyəm, şairə bəxtdiriyəm, həmişə bəxtdiriyəm. rahmat. Xudolarimiz sabirlar, albatta xudojoylarimiz kelajagimizga arzimas sovg'alari borlar. San'atkorlardan da berib tursak bo'lmasa. Chiqarishgan ota-onamiz olib kelinglar. Mana shu go'zal qizlarning qo'llaridan she'rlarni tanavul qilsalar, she'rlik yedirish marosimini boshlaymiz. Marhamat, bormi davramizda. Ota-onamiz olib kelinglar. Mana shu kelinchimizni Sherixonamizni shogirdlari davramizning mehmoni. Shunday ki barcha shogird qizlarimizni davramizga taklif qilaman. Marhamat qizlarjonlar. Bor bo'lsanglar kelinglar, seni ham taklif qilsak. Kelinchimizni shogirdlari. Kelibsan marhamat. My dear teacher and sister Sharia, congratulations on your wedding. Wishing you happiness, success and peace. May your new life be filled with only joyful days.
achieve to successful in the future. I congratulate your wedding day. Congratulations on your happy day. May your eyes always shine with happiness. Wishing you a joyful life together with my brother-in-law, Shahbaz. Good evening, everyone. Firstly, I congratulate my dear teacher Shaira, and I wish you will be the happiest girl in the future. Mana shu yerda xizmatda bo'lasiz. Hamma bo'lamiz savolarimiz. Mana shu qadar xotirlaringiz ham kechamiz mehmonlarga o'tirishga bor bo'lsangiz, keling davramizga taklif qilaman. Borma davramizda. Chiroyli qilib mana shu kishiligimizdan Shoira xonimiz ota-onalarga taqdirsalar, qidirib kelinglar. Boring bobosan. Ana hamma qizlarchalar bormi? Guvohlarimiz. Qani guvoh qizlarimiz? Oqsizlar davrimizga yaqinroq taklif qilaman. Qo'llaringizga she'rni olinglar. Ana shu she'rimizni kelinchimizga tortiqsanglar. Marhamat, qizlarchalar qani boshladik. She'rimizni kelinchimizga berib turamiz. Keyin sizlar bilmasini boshlaymiz. Barcha qizlarimizni, dugonlarni, qarindosh qizlarni barchalarga taklif qilaman.
so'rab qolamiz. Endi esa ruxsatingiz bilan barcha qizlarimizni davramizga joylayman. Sizlar javob olibsizlar. Kelinchimizni dugonalari qarindosh mana shu muammolarımizga tortibsiz. Qani marhamat, Sherixon tayyorlasangiz yetiramiz. Qo'llab-quvvatlab turamiz kelinchimizni. Barchaliklar bosh bo'lib turmasligiga nasib qilsin deymiz. Endi esa azmin bola kelin qarmoq olar xudolarni davramizda bo'lsanglar davramizga taklif qilaman. Mana shu davramizda to'ldirib boramiz. Bugun maqsad etib o'tgan oila san'atini qilayotgan, yangi hayotga qadam qo'yayotgan go'zal farzandlarimizga chiroyli bir niyatlarimiz. Yengillarimiz, xolajonim kelinglar, barchangizga to'ylar muborak bo'lsin. Davramizni to'ldiramiz. Qaraversa bugun farzandni dunyoga keltirgan u oq yo'q taqdiri ko'zi qorachig'dek asrab bugun baxtli xonadon bilan xudo anda bo'layotgan xonadon sohibalari. Dilbar opa, Muhammad Hasanni ham taklif qilaman, marhamat. Kelinglar davramizga, davramizni to'ldirib, niyatlarimizni hadya qilamiz. Zero sizlar qilgan niyatlar ularga hamroh bo'lsin. Omona dunyoda hech qachon qolmasin. Qo'shiladigan yori bilan qo'shar qarib bir-biriga baxtli hayot kechirsin. Marhamat, davramizga taklif qilaman. Gücümle sayar gelsin.
bugün kızımız Sayın Hanım'ın baktisine kılan tutun ular sıhhat salamatlı aile baktırma ular gönlümüz kese hayatta iyi sayın aile dolu hem de havas toplamayla bulursa hem de kişilerinde aileyle baktırma yine katta İstanbul yesi fayda baktır olursa Assalamu alaikum, hürmetli arkadaşlar. Bana kızım şair kızımızın kızlar bazına gelmiş şu fırsattan faydalanıp şu kızımızga evvela sağlık selamatlık dilerim. Boşkar bilen boşa karısın, güzeller göbeği bölü göskey. Hava hizmetleri ata inesine ağay boşkallarına bir ağay. Bakren günlara, şuna ağaylar, hemmelerine şu toylar kutlu olsun. Hemmelerine şu toylar olay. Sağ olsun, hemşe baklı olsun. Assalamu alaikum hurmatli ağaylar. Mana bugun barkamda buni yerga chaqwa, shikatlar to'y. Shu to'ylarimiz qutlug' bo'lsin, hammamizga qadrga checha, Mustafa aka. Shu to'ylarimiz qutlug' bo'lsin checha. Qizimiz Shoira baxtli bo'lsin. Shahrko'z bilan qo'sha qartayib, neki orzu niyatlari bo'lsa ro'yobga chiqsin. Bularning ishlari bo'lmay kelsin, hamisha taqollari mo'l bo'lsin. Shu baharimiz shulardan aqli, chovli suyib, qo'yilib o'tirmoqni yasamaysiz. Endigi shu kunlar ish qilayotgan bo'lsangiz taraflar qilaylik. Vaqti bo'lsin, qilamiz. Hammani shunday yaxshi to'ylarga yetirsin. Neki niyatlar bo'lsa, hamma niyatlarni qabul bo'lsin. Rahmat, vaqt bo'lsin. Assalomu alaykum. Ana bahra bilan gumonlanib, eng quvonchli kunlarda yo'lchilik qilgan yoshlar shoira qizimiz baxtli bo'lgan va xushxabarlar ko'chalarga baxtli qiz bo'lgan. Eng namunali oilalardan biri bo'lgan. Va baxtli oilalar indagi shu yillar meni Abdurahmon ish to'ylarida borib, shu Toshkentga borib o'tirgan ish to'ylarida borib o'tirganimiz bor. Hammangizga omad bo'lganlar, hammangizga qutlug' bo'lsin shu to'ylarimiz. Bayram shu to'ylarda alaylarga qatnashmoq nasib etaversin. Assalomu alaykum hurmatli Shoiramizning barayatda baxtli bo'lsin. Ota-enasidan hizmati buyursin. Xudoligimiz ming yilchilik bo'lib, opasini endi xudo bo'lyapsizlar. Ular jips o'tirib, kulib o'ynab yuravergaysizlar, o'z bo'lmoyishi. Baxtli bo'lsizlar.
to'y bo'lsin deb Xudoga shukrlar Hemen aydınlıkla yaşayanlardan hoşlanmam. Şairesinden baktı olsun. Pervazı böyle beren olsun. Hoşlanmam hoş yaparsın. Rahmat aytsin, sabr ila salomat bo'linglar. Qiziljo'ra sirgan to'ylar muborak bo'lsin deymiz, marhamat yetadi.
o'ynab, kulib, dunyodagi eng baxtli oilalardan biri bo'lishga nasib etsin. Shoira kuni tabriklayman. Hamisha o'zingdek chiroyli baxtga bo'lsan, hamisha Ayba bartırıyan aklımı bağlayıcı taşlayalım. Shoiraya baxtliman, hamisha Rahmat qizlarimiz sabr edin. Jonota etiyu baxting tilagan, Firdevs baxtingni ko'rsasin Alloh. Bo'lg'aysiz ma'zam hayot naqshi va hammaga ko'nglingiz muborak bo'lsin. Gulxo'roba, bugungi farzandingiz baxtli yoshoma muborak bo'lsin. Mana yillar davomida orzu qilgan orzungizga erishdingiz. Kechagi jajjigina qizingiz bugun voyaga yetib, kelinlik baxtiga sazovor bo'lmoqda. Keling, mana shu farzandingizga shunday baxt yo'llang. Hayot yo'llarida hech qachon qoqilmasin. O'shalarga yo'li bilan qo'shar qarasinu, bir umrga baxtli hayot kechirsin. Mana shu qizingiz tufayli yana bitta farzandga o'g'ilga ega bo'lmoqdasiz. Ilohim mana shu kuyovlarimiz o'g'lingizdan a'lo bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin, marhamat. Assalomu alaykum. Do'stlarim, sizlarga mehmonlar hammasiga rahmat so'zlab o'tgani uchun Shoira qizimiz qadam qo'ydirgan ular baxtli bo'lsin. Kabul olsun. Şu anın bakkan plakları bizden kalmasa Allah'a gelsin. Ben baktım o yüzden bizimle kıda geçsin. Ama yaş kıda geçsin. Şu yedekliğin insanların her senin baktığın için bunun hürmetin için değerli bulacak diyelim. Ben şurada her benim günde her mesele hürmetine layık insan yaşayın. Sen bunların merteben ulubu hürmetine sanmıyor. Bak bilmemiz. İşte bu güzel. Ama eski rahmet. Yana bir marta hamyamizga so'rayman. Bugun vaqtli kunimizda aziz mehmonlari. Hammasiga yaxshi tilaklarimiz, yaxshi niyatlarimizdan katta. Shu bugun shu to'yimizda yurib, xizmat etgan qaynonalarim, chechalarim, qaynukalarim, og'zularim, qo'shnilar, og'aylar hammasiga rahmat. Ularning xizmatlaringiz to'ylarimizdan qaytsin, bizlardan qaytmasa Allohdan qaytsin dilayman. Shu apa-singillarni, aka-ukalarni qutlab to'ylar hammamizga rahmat. Shoira qizimni baxt tilayman. Shu kuyov bolamiz bilan birga eng baxtli hayot kechirib, o'zlari orzu qilganday shu xonadonini o'z farzandlariga to'ldirib, qaynota-qaynonasini, qaynbeka bolalarni, bekachini, sevimli kelini, sevimli chechasi bo'lib qo'yadi. Shu qo'shaqarim eng baxtli oilalardan biri bo'lsin. Eng yaxshi, eng a'lo tilaklarim shu farzandlarim, Shoira qizimman.
Doim baxtli bo'lmaysan qizim, o'sha qaraysan. Hammangizga rahmat, shu hammangizdan qo'llaringizda, yaxshi kunlaringizda qolganimiz birga o'tiramiz. Rahmat, sabr qiling. Ilohim har bir insonning tilagi Sherxonimizga hamroh bo'lsin deymiz. Sherxon endi esa tayyor bo'lsangiz, mana shu muhabbat bog'idan uzilgan gul dastalaringizni mana shu turgan yaqinlaringizga topshirishga ijozat. Qabul qiling. Otajon, qizingiz taklif qilaman. Mana shu 72lar uchun. Sadim akamiz uchun, qani Sadim aka bog'imizda. Mana shu ammalarimizni, xolalarimizni, momomizni, pomamizni bir raqsga tushamiz bo'lmasa. O'ynaymiz, mana. Sadim joyimiz, aman! Gönlümler kaşında, her yolun başında, gönlümler kaşında, gözünü
Oyna oyna deme